Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni urilgan joyidan video so'raganlarga mana urilgan joyidan video. Bu joyimiz 46-maktab. Mana Marg'ilonga kirishda Qorajidadan chiqqandan keyin Beshkapa 46-maktabga g'isht olib kelib berdik. Urilgan joyidan o'tib ketyapti turib, video syomka qilyapmiz. Mana xudo xolasa полный obyekt bitibdi. Mana shikaturkasidan ham boshqasidan ham deyarli umuman sho'r chiqmagan. Mana qolib ketgan yerda ozgina g'ishtlar bor. Shu g'ishtlardan ham sho'r chiqmagan mana xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kuz mavsumiga yaqinlashgan sari 10% 20% sho'r chiqishi mumkin. Yog'ingarchilikda qolganini hisobiga deyiladi. Xudo xolasa sho'r chiqish ehtimoli juda ham kamroq bo'ladi. Lekin 100% garantiya berilmaydi. G'ishtlarimiz sifati xudo xolasa o'ta a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa kelib ko'ramiz desalaring, endi urilib shuvoli bo'lgan ekan. Xudo xolasa mana tashqaridan ham bilinadi-yu sho'r chiqadigan narsaga. Xudo xolasa tashqaridan ham umuman sho'r chiqqani yo'q. Mana tashqarida ozgina qolib ketgan g'ishtlarimiz bor ekan. Mana yerdan shu o'zimizda olib kelgan g'ishtlar mana deyarli umuman sho'r chiqmagan. Sinoqlari qolib ketgan. Ancha g'isht olib kelganmiz. Xudo xolasa sho'r chiqqani yo'q. Mana bu yerda bitta g'isht qolib ketibdi. Tomonda mana ozgina qolgan xolos. Chiqsa shu yerda ham chiqadi. Devoriga ham bilingan bo'ladi. Devorda ham xudo xolasa bilinmagan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bemalol yetkazib bera olamiz.